Oramizda yaqin aka-ukalar bormi? Bittasi mana qizilida, ikkinchisi yashilda, Toshkent ko'chalarida bir-biringlarga yo'l berib oqib yurish nima deyapti. Inshaalloh shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, hammanglarga shunaqa chiroyli Bentley mashinalarni olish nasib qilsin. Qoni qaynog'i bunday o'tirsa kerak menimcha, sababi mana hozir ochganda ko'ramiz. Qani o'tirib ko'ringlar ichiga. Hozir bitta sizlarni ko'z oldingizda salata qilib ko'ramiz. Subhanalloh. Endi kelinglar, bitta motorni yoqib ko'ramiz. Ey! Hammamizga nasib qilsin shunaqa mashinalar. Mana buni qaranglar. Voy. Orqa tarafini. Orqaga ham jigarlarni o'tkazib olib, gazini bosib ko'ramiz. Okey, boshqacha buni hozir. Ular joyimda deganlar bu videoni yaqin tanishlarga jo'natib qo'yishni istab chiqasin. Alloh olsin, hammamizga nasib qilsin.